Farzandingizda yuqori isitma, qusish, ichki ketishi, qorinda og'riq, tomoqda og'riq va toshmalar kabi klinik belgilar kuzatilyaptimi? Bu hozirgi kunda bolalar orasida ko'p uchrayotgan intravirus infeksiyasidir. Bu ichak virusi asosan iflos qo'llar, yaxshi yuvib iste'mol qilinmagan ho'l meva va sabzavotlar hamda basseyn suvlari orqali yuqadi. Nima qilish kerak? Farzandingizga guruch suvi bering. Suvsizlanishni oldini olish maqsadida tuzli eritmalardan foydalaning. Masalan, o'rsa, revada, rigidron kabi. Tuzli eritmalarni bir choy qoshiqdan har 10-15 daqiqa davomida farzandingizga ichiring. Virus yuklamasini kamaytirish va organizmni toksinlardan tozalash maqsadida sorbentlardan foydalaning. Masalan, polisorb, smekta, entrazgel. Tana haroratini tushirish va og'riq qoldirish maqsadida tarkibida parasetamol va ibuprofen saqlovchi dori vositalaridan foydalaning. Agar yuqoridagi klinik belgilar va suvsizlanish belgilari kuchaysa, albatta shifokorga murojaat qiling.